Xitoy chet el mablag'i man'iy qilinadigan soha va savdo liniyasini azaytdi. Xitoy Davlatlik taraqqiyot va islohot komitetining savdo ministrligi bilan birlikda e'lon qilgan bayonotga qaraganda, chet elning mablag' silishi cheklangan tizimligi 33 dan 31 turga qisqartirilgan. Erkin savdo rayonlaridagi chet el mablag'i cheklanadigan turlar bo'lsa, 30 dan 27 ga qisqartirilgan. Yaponiya Davlat Mudofaa Ministrligining xabariga qaraganda, Xitoyning Liaoning avomatkisi boshchiligidagi 5 paraxod Yaponiyaning Okinawa bilan Miyakojima orasidan o'tgan. Egilanishicha, Xitoyning urush aeroplanlari va tik ucharlari safar jarayonida qo'nish va uchish mashqi qilgan. Yaponiya Dengiz okean mudofaa armiyasining Ezomo qo'g'dug'uchi atirti boshchiligidagi paraxod atirti kuzatish maqsadida rayonga avatilgan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkiloti yangi bir qadam tashlab, Moskva bilan so'zlashishning eshigini ochdi. 12 yanvar bexatarlik masalasida suhbatlashish taklifini berdi. Rossiya bo'lsa bu masalani o'ylashayotganligini bildirdi. Kreml sari Rossiya bilan Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining suhbatlashishi aqlga muvofiq deb baho berdi. Xitoy yer shari orbitasida qurayotgan Tiangong nomli olam punktiga avatgan Shinjo 13 nomli sun'iy hamrohdagi olam uchquvchilari ikkinchi qatimliq bo'shliq safarini boshlagan. Egilanishicha, ular bu jarayonda aeroplan bo'lmasi, olam bo'shliqi va qatnash sistemasini sinov qilgan hamda olam punktining mexanik qo'li va boshqa mashinlarni ishlatish orqali vazifa ijro qilgan. Turkiya o'zining tunji davlat ichi avtomobili TOG uchun turkumlab ishlab chiqarishga tayyorlik qilmoqda. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, ishlab chiqarish liniyasini o'rnatish xizmati boshlangan bo'lib, zavodda xizmat qiladigan 62 mashina odam saqlangan. Turkiyaning nishoni 2023-yil 1-faslda o'z avtomobilini bozorga selish ekan. Qatar bilan Falastin hukumati G'azzadagi elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlashga qo'shildi. Qatar Tashqi ishlar ministrligining G'azza qayta qurish komitetining to'r betida Qatar bilan Falastin taraflari o'tirsida tushunish eslatmasining imzolanganligi e'lon qilindi. Turkiya davlat to'ri TRTning xabar qilishicha, Turkiya qonunining alohida fuqarolik turi bo'yicha 95845 oqseka turklari va 5836 Uyg'ur turklari 2002 yildan keyin Turkiya davlat tavalligiga erishdi. Ichki ishlar ministrligining xabariga qaraganda 26681 oqsekalik va 19328 Uyg'ur qonunliq turish huquqi bilan Turkiyada yashaydi ekan. Buning ichida 17997 Uyg'urning uzun muddatlik turish ijozatnomasi, ya'ni muddatsiz turish huquqi berilgan.